Men Mo'minov Haji Abdusamadovich Guliston mahalla fuqaroligida tavallud topganmiz. Shu prezidentimiz tomonidan berilgan 15 sertifikatli maydonga 2-3 yildan beri faqat kartoshka ekib dehqonchilik qilamiz. Bu yil 10-yanvar kuni shu Arizona navli kartoshka urug'ini ekib, mana plyonkalarga nima qildik, xudo xolasa may oylariga tayyor olib chiqadi. Shu 1 gektar yerga o'rtacha 4 ton urug' qadargan, amakpostlarda solingan o'g'itlar o'tgan yili shu 30 tonna 35 tonna hosil olib, shu 5 mingdan o'tgan yili 4,5 ming 5 mingdan sotilgan. 1 gektar yerdan o'rtacha 60 million 70 million daromad qilamiz. Kartoshkani shu hozir maydonimizga 35-40 kishi shu nima qilib ekkanmiz. Urug'larni olib kelib billa hamkorlikda ekilgan. Bu yil ham xudo xolasa o'sha o'tgan yilgidan oshirib o'sha 70 millionga chiqazish daromadimiz. Ben Nasriddinov Elyor, 3 tuman Guliston qishlog'idanman. Shu prezident tomonidan 15 sotik yer chiqqanda 60 sotik yer olingan. Bundan 4 yil oldin. Shunga kartoshka ekib foydalanamiz. Oilaga shu 15 sotikdan 4 kishiga tegan. O'tgan yili shu 60 sotik yerdan 25-30 tonna daromad qildik. Bu yilga ham mana kartoshka ekdik. Bu yil xudo xolasa 40 tonnaga olib boramiz degan umiddaman.